azonni ko'ryapsizmi? Parashyutdan yo'l yopiq, parashyutdan jo'natilyapti. Parashyutda borayotgan yordam nima bilasizmi? Sho'ra. 2 oylik chaqaloqqa smes boryapti. 2 oylik chaqaloq Muhammad degan bola smes yo'qligidan o'ldi ochlikdan. 2 oylik bola. Siz shu vaziyatda $2000 chiqib shubasini reklama qilayotganlarni ko'rsin. Men o'sha kuni qizimga xat yozdim. Bolam seni ulg'ayishing shunaqa davrga to'g'ri kelyapti. 2 oylik chaqaloq Muhammad ochlikdan o'lgan davrga to'g'ri kelyapti. 17 mingdan ortiq bola o'lgan davrga to'g'ri kelyapti qurolli to'qnashuvlarda. Ukrainadagi bolalar qochqinlikda dunyoda sarson bo'layotgan davrga kelyapti. Minglab bolalar dengizni ustiga cho'kib chiqib qolayotgan kunga to'g'ri kelyapti. Bolalar bola bo'lib kulmayotgan kunga to'g'ri kelyapti. Seni ulg'ayishing. Hamma narsani sening uchun qilishga harakat qilyapman. Lekin qilyapman-u, seni oldingda qancha xursand bo'lsam, dunyoni bolalarini oldida shuncha vijdonim qiynalyapti. Qizim kun kelib bu narsani oq-qorani taniganda o'qiydi va ki ilohim o'shanda aytdim. Sen bu xatni o'qiyotganingda dunyo tinch bo'lsin.